Salom. Biz Al-Xorazm Universiteti talabalari mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasidagi katta muammoga e'tibor qaratdik. Har yili yetishtirilgan paxta hosilining 15% dan 25% bo'lgan qismi nobud bo'ladi. Chunki dalalarni qo'lda tekshirish samarasiz va kasalliklar kech aniqlanadi. Raqamlarda aytsak, har yili bu 1 million tonna paxta yoki 800 million dollar ziyon demakdir. Biz bu muammoga shunchaki jim qarab tura olmadik va texnologik yechim ishlab chiqdik. Bizning loyihamiz Smart Dala. Dalalarni monitoring qiluvchi sun'iy intellekt va dron texnologiyalari bilan integratsiya qilingan loyihadir. Tizimimiz kasalliklarni hali ko'zga ko'rinmasdan oldin aniqlaydi va fermerlarga real vaqt rejimida xabar beradi. Bu qanday ishlaydi? Dronlar tepadan dalani suratga oladi. IoT datchiklar esa tuproqning namligi va u haqidagi informatsiyalarni yetiradi. Sun'iy intellekt bularni tahlil qilib, fermerning telefonidagi mobil ilovaga aniq hisobotlar yuborib turadi. Xo'sh, bizning loyihamiz boshqa loyihalardan qanaqa farq qiladi va ustunligi nimada? Kasallik alomatlarini paydo bo'lmasdan aniqlaydi va eng keraklisi sun'iy intellekt datchiklarni bitta tizimga joylaganmiz. Eng muhimi, sun'iy intellekt offline rejimda ham ishlay oladi. AI modelimiz aynan paxta ekinlari uchun maxsus o'qitilgan. Qolaversa, biz milliy va xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari bilan birga ishlamoqdamiz. Loyihamiz moliyaviy tomondan ham barqaror. Bizning sof foyda marjamiz 60-70% ni tashkil qiladi. O'zbekistondagi paxta maydoni 875 ming gektar va bu 25 million dollarlik bozor degani. Bozorning 10% ni egallasak ham bizning daromadimiz yiliga 2,5 million dollardan oshadi. TCF modeli bo'yicha startapimizning hozirgi qiymati 2,5-3 million dollarga teng va bu 1 yilning o'zidayoq o'zini oqlaydi. Biz Smart Dala orqali Qishloq xo'jaligini raqamlashtirmoqchimiz.